Soğuk suya chiqarishni o'gitib qo'ygan bo'lsangizlar, bek so'rab ketdinglar. Bugun so'q suya chiqarish darsini yo'llab o'tdim. Ekrandan ayrilmay qarang. So'q suya o'gitib qo'ygan deyotgansizlar, bu shunda o'gitadigan filmlar yo'llasak, birata yurakni basmayotgansizlar. Yurak alt raqamlarini, yo'lduz belgisini texim kelib besib qo'ysanlar, ma filmdan texim kelib kishilar foydalanib qolsin. Oldi bilan 1 kilogramm xo'ason mag'izi, 1 ta qizil sabzi, 1 ta sariq sabzini to'g'rab olgandan keyin dasturga olamiz. Orqadan 3 qo'shiq atrofida tuz solamiz. Vejandan 1,5 qo'shiq solamiz. Orqadan jejandan 1,5 qo'shiq solamiz. O'zingiz chiqargan eng chiroyli chiqqan so'q suya shokoladli rasmini inkas rayonida qoldirib qo'ying. Shikadan 1 qo'shiq solamiz. Orqadan qurg'oq dori-darmonlardan bajav, xojav, guypi, anikin abdesin postining har biridan 15 grammdan tayyorlab olamiz. Xo'ason mag'izini ustiga solib olgandan keyin shangyodan 70 gramm atrofida qo'yib olamiz. So'q suyaga shangyo qo'yganning qanday foyda tarbi bor bildigan ustamlar inkas rayonida qoldirib qo'ying. To'g'ri topib olgan do'stlarga men ko'ngil solgan bor ayrim sovg'a qilaman. Orqadan xo'ason mag'izining ustiga qaynoq suvdan 2 kilogramm qo'yib 5 minut chilab qo'ygandan keyin qozonga to'kib yarim soat qaynatib pishirib olsak tayyor bo'ldi. Bugun odamlarga undan boshqa har xil tanishilgan kebab shovqa qurishlari, shovqajon, darpanji dorisi lozimlar 187 99 17 81 50 undan qo'shsangiz bo'ldi.